Mana shu mavzudan foydalanib biz ayrim misollarni ko'rib chiqamiz. Masalan, birinchi misol. Birinchi shartini yaxshilab o'qib olamiz. Misollarni yeching. Tepadagi va pastdagi misollarda qanday bog'liqlikni sezdingiz debdi. Qarang. 6 qo'shuv 3 teng 9. Qarang, bu yerda 6 qo'shiluvchi, 3 ham qo'shiluvchi, yig'indi esa 9 bo'lyapti. Endi uning pastidagi misolga e'tibor qiling, o'quvchilar. Mana bizga yig'indi berilyapti. Ya'ni yuqoridagi misoldagi mana bu 9, pastda endi bu yig'indi deb nomlanadi. Undan biz ayirayapmiz nechini? 3 ni, ya'ni tepadagi qo'shiluvchilardan birini ayiryapmiz. Natija nima hosil bo'ladi? Ya'ni ayirma nechiga teng bo'ladi? Ayirma 6 ga teng bo'ladi. Buni biz yana qanday bilishimiz mumkin? Yuqorida e'tibor qilgan bo'lsangiz 6 ni qizil rangda belgilab qo'yganmiz va mana bu 4 burchakni ham qizil rangda belgilab qo'yganmiz. Demak, bundan bilishingiz mumkinki, natija 6 ga teng bo'ladi. Ya'ni 9 bizda yig'indi edimi? Yig'indidan qo'shiluvchilardan biri ayrilganda natijada ikkinchi qo'shiluvchi hosil bo'lar ekan. Buni esingizdan chiqarmang, o'quvchilar. Demak, bizda keyingi misolimiz 3-misol. Shartida e'tibor qilamiz. Aytilyaptiki, yig'indisi 10 bo'ladigan ikkita sondan bittasi berilgan. Ikkinchi sonni toping va bo'sh doira ichiga yozing. Bizda birinchi holatda mana namuna berilgan. Ya'ni mana 10. 10 ni hosil qilish uchun biz ikkita sonni qo'shishimiz kerak ekan. Masalan, mana birinchi qo'shiluvchi bizda 9 ekan. Ikkinchi qo'shiluvchi nechi bo'ladi? 10 chiqishi uchun mana 9 ga nechini qo'shsak 10 bo'ladi, o'quvchilar? 1 ni, shuning uchun mana bizda 1 yoziladi. Keyingisiga e'tibor qiling. Mana 10 hosil bo'lishi kerak. Birinchi qo'shiluvchi bizda 7. Demak, unga nechini qo'shsak 10 hosil bo'ladi, o'quvchilar? Buni topish uchun nima qilar ekanmiz? 10 dan 7 ni ayirar ekanmiz. 10 dan 7 ni ayirsak nechi bo'ladi? Ha, albatta 3 bo'ladi. Demak, bu misolimizning javobi 3 bo'lar ekan va qolgan bo'sh kataklarni o'zingiz mustaqil to'ldirib qo'yasiz. Xo'sh, bizda 5-misol shartida aytayaptiki, jadvallardagi bo'sh katakchalarni to'ldiring. Mana bizda berib qo'yibdi. Qo'shiluvchi, ya'ni mana shu qatordagi sonlarning hammasi qo'shiluvchi. Ya'ni mana bu 10 ham, 9 ham, 8 ham va boshqa barcha sonlarimiz ham qo'shiluvchi mana shu qatordagi. Undan pastdagi qatorimizda ham ularning hammasi qo'shiluvchi bo'lishi kerak. Bizda yig'indi berilgan mana. Qo'shiluvchilarni biz mana ikkinchi qo'shiluvchilarni o'zimiz yozib chiqishimiz kerak. Yig'indisi esa necha chiqishi kerak ekan, o'quvchilar? 10 chiqishi kerak ekan. Mana bizda berib qo'yibdi. Ya'ni birinchi qo'shiluvchimiz 10, ikkinchi qo'shiluvchimiz necha bo'lganda yig'indi 10 bo'ladi. Ya'ni yig'indi 10 chiqishi uchun 10 ga nechini qo'shishimiz kerak? Albatta 0 ni. Endi keyingisida mana 9. 9 ga, ya'ni birinchi qo'shiluvchimiz 9 ga teng bo'lyapti, o'quvchilar. Yig'indi esa 10 ga teng bo'lyapti. 9 qo'shiluvchimizga qaysi sonni qo'shsak 10 hosil bo'ladi? Ikkinchi qo'shiluvchini topish uchun nima qilish kerak ekan, o'quvchilar? Ha, 10 dan 9 ni ayirib olishimiz kerak ekan. Nechi bo'ladi? Albatta 1 hosil bo'ladi. Keyingi jadvalga e'tibor qilib ko'ramiz. Mana birinchi qatorimizda berilgan sonlar kamayuvchi, ularning hammasi nechiga teng ekan? 10 ga. Keyingi qatorimizda esa ayriluvchilar berilgan. Ular
1, 2, 3 va hokazo 10 ga teng. Ayirma nechiga teng bo'lishini biz to'ldirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Kamayuvchi mana 10 ga teng bo'lyapti. Ayriluvchi 1 ga teng. 10 dan 1 ni ayirsak, natija nechi bo'lar ekan? Ya'ni ayirma 9 ga teng bo'lar ekan. Keyingisiga qarang. Kamayuvchi bizda 10 ga teng, ayriluvchi 2 ga teng. Ayirma nechi bo'ladi? 10 dan 2 ni ayiryapmiz, to'g'rimi? Demak, natija nechi bo'lar ekan o'quvchilar? Ha, albatta 8 ga teng bo'lar ekan. Demak, qolganlarini mana shu tartibda o'zingiz to'ldirib qo'yasiz. Demak, bugungi mavzumiz mana shundan iborat edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.